Assalomu alaykum. Logistalk podkastiga xush kelibsizlar va bizning mehmonimiz Shohruxbek Erkinov. 2017-yilda menga $400 oylik taklif qilishgan. Birinchi suhbatda o'sha Shohruxga "San kelajakda mana shunaqa proyektlaring bo'ladi. Ishonmasdingiz. Shunaqa narsa desa, meni vaqtim olmagan ketgan deb ishonmasdim. Oyligi shunaqa bo'lsa, ertaga 2-3 ming topsam bo'ladi degan menda taassurot paydo bo'lgan. Siz aytayotgan narsalarni intervyuda aniqlash juda ham qiyin. O'zingiz bilasiz. Men yondirib yuboraman, zo'r qilaman, nomer 1 bo'lasizlar. U bu desa, bu red flagga kiradi. Chunki uni sababi o'sha kompaniyaning egasi birinchi navbatda shunaqa holat bo'lganmiki, siz qattiq pand yegansiz kollektivdan, top menejmentdan, u sizga nima o'rgatdi? Kecha kirdim CDL Hire proyektiga, bitta bola uxlayapti. Bir og'iz gapirmadim, sababi uni bilaman. Uni holatini tushunaman. Juda ham qiyin davrlar ham bo'lgan. O'sha traklarning soni tushib ketgani, main xodimlar ketib qolganda, shu paytda xayolingizdan nimalar o'tgan? Unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Urib yuborgan bo'lardim. Assalomu alaykum. Logistalk podkastiga xush kelibsizlar va bizning mehmonimiz Shohruxbek Erkinov. Shohrux aka kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Shohrux aka, biz sizning kimligingizni bilamiz, lekin zo'r bo'lardi agar siz o'zingizni tasvirlab bersangiz. O'zimni tasvirlab bersam, xo'p, men o'zim hozirgi kunda shu logistika sohasida noldan ko'tarilib, ya'ni oddiy logist bo'lib shu sohaga kirib, hozirgi kunda bir nechta proyektlarni co-founderi, ya'ni ta'sischilardan biri hisoblanaman. Ismim Shohrux Erkinov va Lionstar Group kompaniyasini asoschilaridan biriman. Qisqa qilib aytganda. Hamma loyihangizni aytib berishingiz mumkinmi? Biz ularni keyin montajyorga aytamiz, qo'yib beradilar. Chiroyli. Albatta mumkin. Demak, birinchi loyihamiz bu eng men uchun qadrlisi, eng nima desa bo'ladi, har doim kuchimni ayamaydiganim bu Lionstar Tracking, ya'ni tracking kompaniyamiz. Bu boshqa loyihalarimizni sababchisi ham, asoschisi ham desak bo'ladi, shu loyiha hisoblanadi, ya'ni tracking kompaniyamiz. Undan keyingi loyihalarimiz hammasi o'zimizdan chiqadigan qanaqadir muammolarga yechim sifatida loyiha shakliga kelgan, proyekt shakliga kelgan. Undan keyingisi MyFleet Solution. MyFleet Solution bu safety insurance xizmatlarini outsource ko'rsatadigan loyihamiz. Undan keyingisi CDL Hire. Bu bo'lsa shu driver tracking kompaniyalariga driverlar topib beradigan, shu driverlarni ishga olib beradigan loyiha hisoblanadi. Va Amerikada ham faqatgina hamma loyihamiz O'zbekistonda emas, Amerikada ham bor. Amerikada CVG Shop, CVG Truck and Trailer Shopimiz bor. Katta furalarni yoki bo'lmasa treylerlarni hammasini shularni tuzatish bilan shug'ullanadi. Undan tashqari Lionstar Motors bu loyihamizning asosiy maqsadi yurgan traklarni, mashina, yengil mashinalarni o'sha dealership'i, ya'ni ularni sotish, ularni olib, tuzatib boshqalarga sotishni reja qilganmiz bu loyihada. Undan tashqari yaqinda ishga tushgan loyihalarimizdan biri U-Tracking. Bu ELD platformasini yasaganmiz, ya'ni bu IT proyektimiz. IT proyektiga birinchi qilgan proyektimiz va menga to'g'risini aytaman, IT proyektida ishlash juda ham yoqdi. U yerda qilingan produktni olib chiqish, bozorga startup qilish juda ham boshqacha prosess ekan, qiyin ekan shu bilan birga, lekin ikkinchi tomondan juda ham nima desa bo'ladi, odamga zavq beradigan prosess ekan. Xo'p, yana bitta loyihamiz yaqinda ishga tushadigan Logistar Academy. Bu ya'ni tracking kompaniyalariga mutaxassislarni yetkazib beradigan akademiya qilishni niyat qilganmiz. Xudo xolisa yaqinda qabul boshlanadi. Menimcha hech qaysi loyihani unutmadim. Tripstar bu sayohat agentligi. Men o'zim sayohatda juda ham ko'p vaqtimni sayohatga sarflaganim uchun, sayohatni juda ham yaxshi ko'rganim uchun Tripstar agentligini, ya'ni sayohat agentligini asoschisi hisoblanaman. Shu proyektga qo'l urganman. Eng qiziq biznesingiz, chunki umuman logistikaga hech qanaqa munosabati yo'q. Bitta shu biznesingiz. Shunaqa. Xo'p, Shohrux aka, men siz bilan podkastni ko'rib chiqdim, Instagram sahifangizni o'rganib chiqdim.
va siz o'zingizni yo'lingizni juda ham qiziqarli qilib aytib bergansiz. Shu Westminster bitirgansiz, o'zingizni izlagansiz, bir nechta kompaniyalarga try qilgansiz, hamma vakansiyalarga apply qilgansiz, juda katta harakat qilgansiz va yana shu paytda siz uylangan bo'lgansiz, sizda уже mas'uliyat bo'lgan juda ham katta, to есть orqaga yo'l yo'q. Shunaqa. O'sha paytda trackingga kirayotganingizda shunaqa natija bo'lishini kutganmisiz, Shohrux aka? Yo'q, umuman mani xayolimga kelmagan, to'g'risi. Trackingda o'zimni track kompaniyamni ochishimni men umuman o'ylab ko'rmaganman boshida. Boshidagi o'sha aytib bergan birinchi jarayoningizda men o'zimni topishimni, qo'limdan nimalar kelishligini men bilmaganman. Hali bu narsalardan xabarim bo'lmagan. Buncha narsalarga erishishim mumkin, qo'limdan shunaqa narsalar keladi deb sani kelajakda o'sha paytda hozirgi Shohrux borib, o'sha Shohruxga sani kelajakda mana shunaqa proyektlaring bo'ladi. Ishonmasdingiz. Shunaqa narsa desa, mani vaqtim olmagan ketgan deb ishonmasdim. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas derdim. Bu 100% men ishonmasdim bu narsaga. Lekin hammasi taqdirda shunaqa yozilgan ekan, hammasi biror bir narsaga sababchi bo'lgan. O'sha paytda xatolarim ham, qilgan to'g'ri qarorlarim ham yaxshi narsalarga sababchi bo'lgan va kelajakda bu narsani sezganman va hozirgi o'ringacha, hozirgi darajagacha kelishimga har bitta narsa sababchi bo'lib yetib kelganman. Xo'p, o'sha paytda trackingga ishga kirayotganingizda kutganmisiz, что trackingda shu sohada siz o'zingizni hayotingizni shu soha bilan bog'lashingizni kutganmisiz yoki siz uchun bu faqatgina long term emas, short term ish bo'ladi? Menimcha kutganman. Ya'ni ishga kirib bo'lganimdan keyin, sababi ungacha men o'zimni ikkita kompaniyada sinab ko'rganman. U yerdagi muhit, oylik, komandani joylashuvi, komandani ya'ni team buildinglari deymiz, umumiy komandani tuzilmasi, bu narsalar hech qaysi menga to'g'risi yoqmagan. Ya'ni shuning uchun ham men o'zimni umuman ko'ra olmaganman. O'sha undan oldingi ikkita ishxonamda ham o'zimni ko'ra olmaganman va u yerda ortiqcha vaqt sarflashga xohlamaganman va ikkalasidan ham tezda bo'shab, menda o'sha offer bo'lgan trackingdan 3-kompaniyam, 3-tryim va bu offerni birinchi navbatda yoqqan narsasi nima bo'lgan? Menga ingliz tilini ishlatishim, ya'ni ingliz tili kerakligi. Keyingi yoqqan narsasi bu pul, oyligi. Ya'ni o'sha paytda 2017-yilda menga $400 oylik taklif qilishgan. Birinchi suhbatda. Bu undan oldingi intervyularingizda-chi? Ishxonalarda. Undan oldingi ishxonalarda birinchisida menimcha 700 ming, ikkinchisida ham 800 ming so'm atrofida. 700 ming so'm, 800 ming so'm olayotgan bola ishxonalardan bo'shyapti va oradan ko'p o'tmasdan, bir oy ham o'tmasdan shunaqa taklif bo'lyaptiki, $400 san ish puli beramiz va ingliz tilida shu sohaga kirishing kerak deganda, men o'sha paytda hamma narsani unutganman. Ya'ni bo'sh vaqtimni, hamma narsani faqat shu sohaga qaratganman va shu sohada kelajagimni qursam bo'lar ekan. Chunki boshlang'ich oyligi shunaqa bo'lsa, ertaga 2-3 ming topsam bo'ladi degan menda taassurot paydo bo'lgan. Chunki nimaga so'rayapman? Bilasiz, ko'p trackingga ishga kelayotgan kandidatlar, ular short termga qaraydi. O'qiyapman, o'qishdan keyin menga qulay va kelajakdagi ishini boshqa narsa bilan bog'lash niyati bor bu bolalarning. Shuning uchun men sizdan so'radim, siz izначально bu narsani qanaqasiga tasavvur qilgansiz? Bu long term yoki short termligini? Menda shu long term bo'lgan, ya'ni kirganimda, chunki hozirgilarni ham endi marketdan, bozordan qarabda, misol uchun biz o'qigan paytda ingliz tili kerak bo'ladigan yoki ingliz tilida ishlaydigan sohalar bu logistika endi kirib keldi desak, undan tashqari ko'pgina o'sha Westminster, Singapur bitirgan odamlar qayerga ketardi? Banklarga, misol uchun yaxshi pozitsiyalarga yoki bo'lmasa auditorskiy kompaniyalarga, buxgalterlar, o'shanga o'xshagan chet ellik kompaniyalarga kirib ketardi, Huawei, boshqa shunga o'xshagan kompaniyalarga va u yoqdagi oylik ham patologiyani bilardim. Misol uchun 2000, 3000 kimdir olib yurishi mumkin edi, lekin logistika kirib kelgandan keyin $400 bilan oylik bilan boshlash bu juda ham zo'r start deb ko'rganman men o'zimga. Shuning uchun ham long termda qolaman shu sohada deganman. Shohrux aka, nima deb o'ylaysiz? Hozirgi yoshlarni ko'ryapsiz. O'zingiz ham ko'p intervyularda qatnashasiz, hozirgi paytda. Hozirgi yoshlarning asosiy muammosi nimada?
asosiy muammosi bittasi birinchisi mana o'zimizdan ham kompaniyamizda juda ko'p xodimlar kerak. Ya'ni ish yo'q emas. Ish hammaga yetadi, ish bor, kadr kerak, lekin talabni bajara oladigan sifatli kadrlar yo'q. Ya'ni ularni men o'ylaymanki, hozirgi zamonda nima desa bo'ladi, ularni fikri, vaqti bo'linib ketgan. O'sha ijtimoiy tarmoqqa, o'rtoqlar bilan boshqa juda ko'p narsalarga bo'linib ketgan fikri, vaqti. Shuni hisobiga ham ular juda ham qiynalishyapti. Karyera qurishda, yaxshi ishga joylashishda, long term planlar qilishda, long term goallar qilishda, ularga achieve qilish uchun, yetish uchun menimcha qiynalyapti deb o'ylayman. Chunki biza o'zimiz ham kompaniyamizda o'zingiz yaxshi bilasiz, qancha bunaqa xodimlarga bizga kerak. Bizlar xohlagan ambitsiyasi bor, o'saman, ishlayman, o'zim ustimda ishlayman, communication boshqa skilllarimni rivojlantiraman deydigan xodimni ko'rib qolsak, biz unga naborot investitsiya qilishga tayyormiz. Mayli, senda yo'q bo'lsa ham shu narsani xohlasang, keyin seni o'qitamiz, keyin senga pul to'lab beramiz, keyin senga buni qilib beramiz deb uni naborot o'zimiz ko'taramiz. Demak, hozirgi yoshlardan faqat nima qolgan? Xohish, shu narsani xohlab qilish kerak, chin dildan qilish kerak, boshqa narsa yo'q. Hamma gapingizga qo'shilaman. Rossiyada Vladimir Poznan degan rejissor debman, jurnalist bor, juda ham taniqli. Ularning zo'r gapi bor. Hozirgi yoshlar qiyinroq, chunki ularda social media juda ham kuchli rivojlangan va ularda vыбор слишком ko'p. То есть bitta ko'ryapsiz, kimdir 10 yil o'qiyapti vrach bo'lish uchun, kimdir TikTok qilyapti, bloger bo'lyapti va tez vaqtda katta pulga erishyapti va ular bilishmaydi, chunki biz yoshligimizda zo'r yo'nalishlar bor: vrach, ustoz, yurist. Qolgan уже professiyalar, hattoki bilsangiz, o'sha artist bo'lasanmi, kim bo'lasan, to есть bizda kategoriyalar bo'lganda, bu zo'r, hurmatli odam bo'lasan. Bu unaqa yaxshi emas, например. Hozirgi yoshlarda unaqa narsa yo'q. Hozir bloger hamsiz, boy odam bo'lasiz, vrach ham zo'r bo'lasiz. Ikkinchi problema, qo'shilasizmi yo'qmi, hozirgi yoshlarda agar ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham tez natijaga xohishi bor. То есть keldimi, уже tez. Давайте, men уже noldan emas, o'sha yarim yil emas, 1 yil emas, qisqa vaqtda o'sha dispetcher bo'lish, $1,500, $2,000, $5,000 topish, bu narsaga ham juda ham katta social mediani menimcha ayblasak bo'ladi-da. To'g'ri. Qarang, hamma Linestar guruhdagi xodimlaringiz soni hozirgi paytda men o'zim siz o'rningizga javob beraman, 200 ta odamga yaqin. Siz odamlarni ishga olayotganingizda qanaqa qadriyatlarga e'tibor berasiz? Chunki hozirgacha siz odamlarni ishga olasiz. Top menejmentda o'zingizni qanaqadir loyihalaringizda o'zingiz intervyu o'tkazasiz, например. Hop, e'tibor beradigan jihatlarim bu, birinchisi, men top menejerlarga ayniqsa ambitsiya ko'rishim kerak. U o'zini ustida ishlaydigan odam, chunki men o'ylaganmanki, men shu joyga yetib kelishimga o'sha ambitsiyam bo'lgani, ya'ni har doim bitta joyga men yetishdim yoki men buncha oylikka chiqdim, bo'ldi, menga yetadi shu degan mindset bo'lmagan. Shuning uchun ham xuddi shunaqa o'zimdek fikrlaydigan odamlarni atrofimda yig'ish, chunki ular qiziquvchan bo'ladi va har doim bitta joyda to'xtab qolmasligiga harakat qiladi. Yana ko'proq narsani o'rganishim kerak degan narsani olib keladi. Bu yangi yo'llarni, yangi imkoniyatlarni olib kiradi biznesda. Bu asosiy narsasi. Undan tashqari yana qaraydigan jihatlarimizdan bu to'g'ri so'zligi, ya'ni o'sha aytilgan vaqtda vazifasini bajara oladimi, va'dasini ustidan chiqadimi, shu narsalarga ham juda ham e'tibor beraman. O'zim ham bu narsa qadriyat sifatida qarayman. O'zini ustida tinmasdan mehnat qilishdan, qochmasdan ishlashi. Ya'ni ishi bo'ladimi yoki o'zini shaxsiy rivojlanishi bo'ladimi, hammasini ustida javobgarlikni o'zini bo'yniga olib, javobgarlikni sababi birovdan qidirmasdan o'ziga olib, o'zida qo'lidan keladigan ishlarga vaqtini sarflab o'sishga harakat qilishi, shu narsalarni juda ham qadrlayman va e'tibor beraman. Siz aytayotgan narsalarni
intervyuda aniqlash juda ham qiyin. O'zingiz bilasiz. Shu intervyu jarayonida endi qisqa aytsangiz, nimaga eng ko'p ahamiyat berasiz? Odam keldi oldingizga, top management pozitsiyasiga, marketolog, например. Va pozitsiya va u bilan suhbat olib boryapsiz. Nima narsalarga eng ko'p siz balki qanaqadir detalli ahamiyat berasiz? Birinchi navbatda boshlanishi bu odob axloqi, ya'ni kirib kelishidan, kiyinishidan boshlayman, kiyinishidan va salomlashishidan. Bu narsa juda ham muhim. Даже hamma narsa plus bo'lganda ham oxiriga shu narsa minus bo'lib qolgan bo'lsa, bu rejection olib kelishiga, ya'ni ishga olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi уже boshlandi. Uni backgroundiga qarayman, qayerda o'qigan, nimalarga erishgan, o'zi hayotida shu paytgacha nimadirlarga erishganmi, yo'qmi? Bu narsasiga qarayman va uni portfolioda nima ishlar qilgan, qanaqa o'sha boya aytganimizdek yutuqlarga erishganligiga qarab, undan keyin skilllari bo'yicha gaplashamiz. Soft skilllaridan juda ham e'tibor beraman. Soft skilllaridan bormi, yo'qmi? Va shunga qarab umumiy qilib xulosaga kelamiz. Va eng katta yana bitta red flag biz hammamiz menejmentdan kelgan, bu ko'p va'da bermaslik. Agar siz bilan rozimisiz yo'qmisiz, hali kelgan kompaniyangizni bilmaysiz, muhitni bilmaysiz va siz faqat offer nimadir qilib berishingiz mumkin, no natijani siz garantiyasini bera olmaysiz. Va agar siz oldingizga odam kelyapti, aytyapti, "Men yondirib yuboraman, zo'r qilaman, nomer 1 bo'lasizlar", u bu desa, bu hurmatli tomoshabinlar, ozgina red flagga kiradi, chunki juda ham ko'p faktorlar bor nimadirga erishishga. Даже u o'zi zo'r spetsialist bo'lsa ham, management unga to'g'ri kelmasligi mumkin, yokida byudjet, yokida uni qanaqadir tasviri. Shuning uchun ko'p narsa va'da bersa ham biz uchun bu ozgina red flag. To'g'ri. Ayniqsa menimcha dispetcherlarda ham ko'p ko'raman, ya'ni har doim juda ham ko'p bo'rttirib gapirishadi, ya'ni palon kompaniyani men ko'tarib o'rganman, palon kompaniyani men mamlak qilganman deb juda ham katta gapirishadi. Bu narsani juda yomon ko'raman, ya'ni red flaglardan. Chunki bu biznesni bitta odam yoki bitta shaxs rivojlantirib yuborishi, ko'tarib yuborishi bu juda qiyin. Har bitta department, har bitta odam, mehnat qilayotgan odamni roli bor. Bu umuman team bilan tuziladigan biznes. Keyingisi o'sha siz aytgandek juda ham katta va'dalar berishi, men hammasini liniyalarga olib kelib beraman, hamma yuklaringlarni umuman tindirmasdan olib beraman, mamlak qilib beraman deydi. Zo'r olib ketasizlar men bilan. Eshitmayman unchalik, sababi o'zim ham Amerikaga borib, именно brokerlar bilan o'zi bilan ko'p gaplashaman. Har doim borganimda обязательно brokerlar bilan ko'rishaman. Ya'ni ular bizdan nima kutyapti? Ular tarafdan qarashga harakat qilaman. Ular bizani qanaqa ko'rishadi? Qanaqa baholashadi? Qaysi kompaniya ular uchun yaxshi, qaysi kompaniya yomon? Bu yoqda dispetcher, boshqa har bitta updater ular uchun biznesdagi kichkina bir o'yinchi. Ular faqat B2B ishlashadi. Juda ham muhim. Juda ham muhim, lekin asosiy ular kompaniya ishlashadi. B2B bo'lgani uchun dispetcherlar boshqalar o'sha kompaniyaning nomidan baribir ish qiladi, o'sha kompaniyaning nomidan ish yuritgani uchun menimcha bunaqa gaplar sal noto'g'ri deb o'ylayman shaxsan o'zim. Va hozirgi kunda hech kim sizga hech qanaqa rezultatni garantiya qila olmaydi. Hattoki o'zingiz nimadir ishni boshlayotganingizni siz o'zingiz ham bilib, turagensni boshlash yaqinda bu kompaniya yonib ketadi, yondirib yuboradi, yondirib yuboradi deya olmaysiz. Chunki juda ham ko'p faktorlar sizga bog'liq emas. Например, shuning uchun katta va'dalar bu yaxshi emas. Undan ko'ra prosta men maksimal tarzda harakat qilaman, o'zimni kuchlarimni, o'zimni bilimlarimni kompaniyaning foydasiga olib kelish degan javob, например, как lifehack zo'r bo'lardi. Shohrux aka, odamlarni boshqarishda 3 ta основной prinsip sizda. Odamlarni boshqarayotgandagi prinsip, ya'ni qaysi ma'noda? Например, birinchi очередda o'zingiz primer bo'lishingiz yoki hech qachon xodimlarni personalga tegib ketmasligi, например, yokida doim o'sha o'qish xohlayotganlar rivojlantirish. Men hozir sizni javoblaringizni aytib qo'yaman-da, chunki shunaqa. Odamlarni boshqarayotgandagi prinsiplarimdan birinchisi baribir bu leadership bo'lib, jamoada o'rnak bo'lish. Bu narsani ko'p sinab ko'rganman, ya'ni nimaiki qilmoqchi bo'lmay, komandangizda, kompaniyangizda nima o'zgarish qilmoqchi bo'lmay, buni xohlashingiz bor, lekin siz o'sha
muhitda yashamas ekansiz, siz o'sha muhitda o'zingiz ishchilaringizga o'rnak bo'lmas ekansiz, bu ishlamaydi. Misol uchun yaqinda ham bitta o'zimiz menejmentda shunaqa narsa bo'lgan edi, gap bo'lgan edi, ya'ni biza ishchilarga o'sha gym, ya'ni sport zal, sport narsalarni qilib berishi, sog'lom bo'lishi uchun qilib berishi bo'yicha kichkina discussion ketganda, ishlamaydi, misol uchun ko'p kompaniyalar qilib bergan, bolalari tushmaydi, foydalanmaydi degan vaj bo'lgan. Shu narsa qarshi fikr va men bunga qarshilik qilganman. Uni sababi o'sha kompaniyaning egasi birinchi navbatda hech qachon jimga bormaydi. Ya'ni sport zalga tushmaydi. Hech qachon sog'lom ovqatlanmaydi. Hech qachon sog'lom turmush tarzida yashamaydi. Shu eng katta sabab, uni hech kim follow qilmaydi. Ya'ni uni orqasidan hech qaysi ishchilari bu narsani qilib bermaydi. Demak, kompaniya egasi qanaqangi sharoit qilib bermasin, sport tarafdan o'zi o'sha muhitda yashamayaptimi, o'sha ishlarni o'zi qilmayaptimi, u ishchilarga qildira olmaydi, bu ishlamaydi. Bu har bitta narsada ishlaydigan instrument ekan deb ko'rdim o'zimga va shu narsani qilishga harakat qilyapman kompaniyada ham. Xo'p, ikkinchisi, bizda bilasiz, o'zingiz ham o'sadigan, o'sish xohlaydigan odamlarni biza har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Ularni moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham, kerak bo'lsa o'sha kurslarni o'zimiz topib berib, poddeshka qilamiz. Universitetlarni to'lab, har bitta narsada poddeshka qilamiz. O'sishini xohlaymiz. Bu Lionstar Group har bitta a'zosi bu yoqdan juda katta bilim, juda katta experience yig'ib chiqib ketganman. Shu kompaniya meni B nuqtamga odam qilgan. Asosiy rol o'ynagan kompaniya degan narsani men xohlayman. Va bu narsani qilib berganimiz sari bunga ishonuvchilar, bu narsaga qiziquvchilar ham ko'payishiga ishonaman. Uchinchi qadriyat, naверное, bu nima? Biz hech qachon xodimlarni hattoki urushayotganda yoki hech qachon ularning shaxsiyatiga tegib ketmaymiz. Bizni ofisimizda hech kim bir-biriga baqirmaydi, so'kinmaydi. Bu katta zo'r. Endi bu kultura, ma'naviyat, ko'p narsa, ko'p joylarda bu narsa yo'q. Uchinchi qadriyat bu menimcha meni o'zimni personalityimdan ham salgina kelib chiqqan. Odamlar bilan iloji boricha har doim yaxshi gaplashaman va hech qachon, misol uchun, so'kinib, boshqa birovni shaxsiyatiga tegib qo'ymayman. Даже ishchim shunaqa holatlar bo'lganki, juda katta ziyon keltirganda ham, moddiy ziyon keltirganda ham spokойно o'zim bosib, hech qachon so'kmaganman, hech qaysi. Menimcha hech qaysi xodimimga hech qachon yomon gapirmaganman shu paytgacha va bu kompaniyaning ichida ham qadriyat bo'lib qolgan. Bizning kompaniyada hech kim bir-biri bilan unaqa shaxsiyatiga tegib, urushib, janjal, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Faqat ishi bo'yicha urushiladi. Qilgan ishi bo'yicha hech qachon personal narsaga o'tilmaydi-da. Bu narsani hamma menejment rioya qiladi va bu, men shu narsaga qaytmoqchimanki, har doim rus tilida ham shunaqa gap bor. Menimcha har bitta ownerga shu gapni gapiraman. Рыба гниет с головы degan. То есть doim qanaqa owner bo'lsa, xuddi shunaqa jamoa ham bo'ladi. Agar siz elementarno tam kuzatuvchilar o'zi uchun lifehack, intervyu kelyapsiz, agar sizda intervyu owner bilan yoki CEO bilan bo'layotgan bo'lsa, agar u bilmayman, qo'pol gapirib, o'zini qanaqadir ma'naviyatsiz tutib yoki so'kinib, o'zini shunaqa tutayotgan bo'lsa, bilinglar, teamda ham xuddi shunaqa muhit bo'ladi. Chunki bu o'ziga bu narsaga ruxsat beryaptimi, значит, boshqalarni ham urushmaydi. Va shu narsa ishlar ekan. Shuning uchun siz o'zingizga poзволять qila olmaydigan narsani men ertaga o'zim xodimlarimga ham poзволять qila olmayman. Va yana sizni o'zingiz tutishingiz bo'yicha hozirgi paytda sizni kommunikatsiya usulingiz juda ham subordinirованный. Hamma xodimlarni hurmat qilasiz, lekin juda yaxshi subordinatsiya ushlaysiz. Yaqin bo'lib ketmaysiz. Lekin men bilishimcha bu holat ham doim bo'lmagan. Nima bo'lganki yoki nima narsa kelgansiz, что yo'q, subordinatsiya saqlash kerak va hamma xodimlar bilan baribir ham qanaqadir shaxsiy chegara bo'lishi kerak degan qanaqasi bu xayolga kelgansiz. Endi bizda o'zingiz yaxshi bilasiz, biznesda har doim o'rganib, xatolarimizdan o'rganib ketyapmiz-da. Bu birinchi biznesimiz, misol uchun hech qanaqa ustozimiz bo'lmagan bu biznes sohasida va tabiiyki biz ham xato qilganmiz. Boshida nima ko'rganman, o'sha Lionstar Tracking kompaniyasini jamoalari bilan birinchi
komandam bilan misol uchun juda ham aka-uka bo'lib ketganmiz va hech qanaqa o'rtamizda misol uchun hech qanaqa devor boshqa narsa bo'lmagan, juda ham yaqin bo'lganmiz va bu narsa yomonligi qachon bo'lar ekan? Misol uchun siz kompaniyani egasi, kompaniyani misol uchun founder hisoblansangiz, baribir qachondir xodimlaringiz almashadi. Ya'ni hech qaysi odam, hech qaysi kompaniyaga bir umrlik bog'liq joyi yo'q. Qachongachadir ishlaydi, qaysidir paytgachadir yo'li kesishguncha, maqsadlari bir bo'lguncha ishlaydi va qachondir maqsad ikki xil bo'lganda bir-biridan ajrashadi. Shu paytga kelganda juda ham qattiq ta'sir qilar ekan. Bu birinchi faktor. Ya'ni siz o'zingiz yaqin odamingizni proyektdan chiqib ketishi, boshqa narsalar bo'lishi, urishish, bu kattalar. Ikkinchisi, o'sha aytayotganingizdek, ular xato qilganda siz urisha olmaysiz. Qanaqa qilib o'zingizni yaqin o'rtog'ingiz deb bo'lib qolgan yoki bo'lmasa yaqin kecha birga choyxonaga borgansizlar, bugun urishishingiz kerak, chunki bu narsa umuman to'g'ri kelmaydi va uni ikkinchi tomoni siz даже urishganingizda ham bu narsa u qanchalik sizni jiddiy qabul qilishi bu so'roq ostida. Ya'ni siz ertaga ko'chaga chiqib u bilan hazil-huzul qilib ishxonaga kirib urishsangiz, u sizni qabul qilmasligi mumkin. Sizni oldingida gapiryapti, hazil qilyapti deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun men o'ylaganman, ya'ni hozirgi meni pozitsiyam qanaqa, o'sha ishxonada hammamiz ishga kelyapmiz, ishimizni to'g'ri zo'r qilsak, muomalamizni joyida ushlab bo'ldi. Shunda hammamiz qo'ygan maqsadimizga erishamiz degan. Chunki biz ishxonaga ishlashga, karyera qurishga kelamiz, do'st topish uchun, boshqa joylar ham bor desa bo'ladi, shunaqa. Xo'p, shu sizga 3 ta umuman yoqmaydigan xodimlarda jihat nima deysiz? Eng yomon ko'rganim yolg'onchilik. Ko'p xodimlarda bor yolg'onchilik. Ikkinchisi, bu narsani nimaligini yaqinda sezdim o'zim ham, ya'ni ko'p kuzatdim. Ko'p xodimlar accountability-ni o'ziga, ya'ni javobgarlikni o'ziga olmas ekanda, kimgadir tashashga harakat qiladi. Misol uchun mas'uliyatdan qochish. Ba'zi xodimlarda hurmat qilaman, mas'uliyatni o'zini zimmasiga olganlar. Xato qiladi, misol uchun, bo'ldi, bu xatoni men qildim va buni javobini men beraman deydigan xodim bor yoki nimadir ayblash. Mana bu bunaqa bo'ladi. Shuning uchun shunaqa sabab qidiradi. Uchinchisi bo'lsa, bitta joyda to'xtab qolish yoki intiluvchanlik bo'lmaslik deymizmi? Xuddi shunaqa jihat, ya'ni agar komfort zonaga kirib yoki bo'lmasa umuman qiziqishi bo'lmasa, oldingi ko'proq narsa o'rganishga, o'zini ustida ishlashga qiziqishi bo'lmasa, bu jihat ham nima deydi, men uchun juda yaxshi ko'radigan jihatim emas deb o'ylayman. Sizda baribir ham juda ham o'sha ancha logistikadasiz va ko'p protsesslarni o'zingiz qilgansiz boshida, Sanjar aka bilan birgalikda. Va shunaqa holat bo'lganmiki, siz qattiq pand yegansiz kollektivdan. Endi sherigingiz biz bilamiz yaxshi. Kollektivdan, top menejmentdan, u sizga nima o'rgatdi bu holat? Hop, bunaqa holat bo'lgan, bunaqa holat boshida o'sha Lionstar Logistics kompaniyasi boshlangan paytida bizda bu proyektga o'sha ikkita og'aynimni olib kelganman va u ikkita og'aynim как management pozitsiyasida bo'lgan, top menejerlik pozitsiyasida bo'lgan va o'sha paytda ular kompaniyadan chiqib ketishni decision qilishgan, ya'ni qaror qilishgan va o'sha chiqib ketish dagi qilingan hurmatsizlik deymizmi, xuddi shu narsa yoqmagan. Sababi ishga kelyapsiz, sizni ofisingiz oldida kutib olishyapti, biz ishdan ketyapmiz deyishi, menimcha hech kim bu narsani eng yaqin o'rtoqlaridan qabul qilmasa kerak va eng yaqin o'rtog'i shu narsani qildimi, u eng yaqin o'rtoq emas siz uchun. Demak, sizni o'ylamayapti, sizni biznesingizni o'ylamayapti. Siz uni yaqin o'rtoq deb hisoblamasligingiz kerak. Shuning uchun o'sha narsa menga katta dars bo'lganki, mana shunaqa o'rtoq, tanish bilish, yana kimdir qarindosh urug'chilik, umuman sizga aloqasi bor odamlar, ertaga siz ular bilan munosabat qiladigan odamlaringizni biznesdan iloji boricha uzoqroqda ushlash kerak. Yoki umuman siz aralashmasligingiz kerak.
mani pozitsiyam har doim shunaqa. Shu narsani menga katta dars qilib o'rgatgan va bu men o'ylaymanki, kerak paytda kerak dars bo'lgan menga. Va e'tiborsiz har bitta shu pand yeganingiz bu kelajakdagi zo'r darsingiz va siz bu narsaga asoslanib zo'r narsa qilishingiz mumkin. Chunki mana shu subordinatsiya usuli bizning kompaniyamizda aktiv bor. To есть biz hamma xodimlar bilan ham shunaqa subordinatsiya olib yurishga harakat qilamiz. Chunki ertaga gap eshitsa, sizdan xafa bo'lib qolishi mumkin. Например, elementarni. Xo'p, Linestar xodimlari 3 ta so'z bilan tasvirlab bera olasizmi? Qanaqa odamlar? Linestar xodimlari har doim intiluvchan, o'zini ustida ishlaydigan, intiluvchan xodimlar, hammasi nima deydi, hayotda juda ham katta maqsadlar qo'ygan odamlar deb bilaman va Linestar xodimlarini juda ham kollektiv, nima deydi, nima desa bo'ladi? Yaxshi coworker, yaxshi coworker, ya'ni teamda ishlay oladigan yaxshi ishchilar deb bilaman, umumiy olganda. Zo'r javob bo'ldi. Qarang, Linestarda men bilaman, shu informatsiyani ishlatyapman, juda ham qiyin davrlar ham bo'lgan. Juda ham qiyin davrlar bo'lgan. O'sha traklarning soni tushib ketgani, main xodimlar ketib qolganda, shu paytda hayolingizdan nimalar o'tgan? To'g'risi, oldin boshida bu narsalar ozgina bo'lsa ham menga tinchlik bermas edi. O'ylardim bu narsalarni, lekin keyinchalik bu narsalar umuman o'ylamaydigan bo'lganman. Sababi har bitta o'sha aytganingizdek, har bitta xato bu bizga dars. Ya'ni xodimlarimiz ketgan bo'lgan vaziyat bu biz uchun o'rgatgan, bizda HR tizimi yo'qligi, misol uchun yoki o'shalarni vaqtidan bila olmaganligimiz, tayyor bo'lmaganligimiz, treyning programmalarimiz yo'qligi, o'zimizdan qidirganman aybni. Ya'ni o'zimizda shu narsalarni to'g'rilashga harakat qilib, mana hozirgi kunda to'g'rilab bo'lganmiz. Traklarimiz soni tushib ketganda ham o'zimizdan aybni izlaganmiz va nima qila olamiz? Xo'p, hammasi sodir bo'ldi, endi buni qanaqa qilib to'g'rilasak bo'ladi degan narsani olib chiqib, o'sha marketing tarafdan boshqa narsalarni analiz qilish orqali, offer berayotgan offerlarimizni ko'rib chiqish orqali, o'zimizdagi qila oladigan mayda kichkina narsani o'zgartirish orqali traklarimiz soni 2 barobardan ko'p keyin o'stirib o'rganmiz. Yopib tashlayman kompaniyalarini degan. Yo'q. Fikr bo'lmagan. Menimcha shu narsani ayta olamanki, logistika bu даже ertaga bir kun o'sha yerdan pul qolmasa ham, menimcha borib ofisimda o'tirib, ishlab keyin uyimga ketsam kerak. Misol uchun ish kunimni tugatib, bu pul hozir men uchun bu pulga umuman aloqasi yo'q proyekt. Eng yaxshi ko'rgan, eng o'zimni ko'ra oladigan soham. Menimcha boshqa sohaga men o'ta olmayman. Shuning uchun ham e'tibor bersangiz, hamma proyektimiz logistika atrofiga qurilyapti. Nimaga? Biza bo'ldi, shu yerda joylashdik, o'rnimizni mustahkam qilishimiz kerak, faqatgina o'sishimiz kerak. Misol uchun gorizontalni ham, vertikalni ham o'sishimiz kerak, proyektlarimiz soni ham ko'payishi kerak, ular kattayishi ham kerak degan maqsadni ushlab olganmiz. Va men o'ylaymanki, bu yerda eng katta muvaffaqiyatni sababi bu sizlarning sherikchiliklaring. Chunki sizda sherigingiz bor, Sanjar aka, Sanjar Yunusbayev. Va sizlar Sanjar aka bilan boshda bu biznesni boshlagansizlar va hozirgi paytgacha birgalikda ishlayapsizlar va bu juda ham qiyin. To есть ko'p kompaniyalarda sherikchilik yaxshi ketmaydi. To есть odamlar o'ziga sherik topa olmaydi, u sheriklar bilan ishlay olmaydi yoki oxirida xunuk xayrlashadi. Sizlarda esa havas qiladigan sherikchilik. Chunki men esimda, men ishga kelganimda menga Sanjar aka telefon qilib, Shohruxga zo'r tug'ilgan kun qilishimiz kerak. Mendan nima pul kerak bo'lsa, men uni qilaman. Xursand bo'lish kerak. To есть bu sherikchilikni havas qiladigan sherikchilik desa bo'ladi, ko'z tegmasin albatta. Va siz nima deb o'ylayapsiz? Bu sherikchilikning siri nimada? Chunki ko'ryapsiz, ko'p odamlarda, ko'p kompaniyalarda sherikchilik tizimi yo'q. Albatta, sizning o'zingiz kuchli taraflaringiz bor va Sanjar akaning ham zo'r skilllar bor. Sizlar bir-birlaringni qoplaysizlar. To'g'ri. To есть bu sherikchilik juda ham havas qiladigan, ko'z tegmasin sherikchilik desa bo'ladi. Xo'p, birinchi qoida sherikchilik bo'yicha aytaman, 3 ta narsani aytaman. Birinchisi bu sherikchilikda sherigingiz bilan biznesni bir xil ko'ra olishingiz kerak. Ya'ni u ham siz ham bir xil narsani xohlashingiz. Bir xil visioningiz bo'lishi kerak. Bir xil narsani to'g'ri deb bilishingiz kerak. Agar shu yerda bir-biriga tushmasa, har doim bitta qaror kelayotganda bu narsa teskari bo'laveradi va kattalashib borib qachondir portlaydi shar. Ikkinchi qoida bu sherikchilikga kirishdan oldin yozma
kelishib olishinglar kerak. Nimaki bo'lsa sherikchilikda exit, ya'ni chiqish ertaga qanaqa qilib kimdir xohlamaganda bu biznesdan chiqib ketsa bo'ladi, chiqib ketish xohlaydigan joydan boshlab yozish kerak. Qanaqa qilib pul tikamiz emas, u keyingi muammolar juda ham tez hal bo'ladi. Qanaqa qilib biznesni yopamiz, qanaqa qilib zarar bo'lib qolsa qoplaymiz, foydani qanaqa qilib bo'lishamiz ertaga. Boshida o'zi yopilishdan boshlab orqaga qarab yurish kerak. Shunda bu uzoqqa boradi. Bizda nima bo'ladi? Ko'pincha boshidan yozishadi. Masalan, menimcha pul tikamiz, bunchasi foyda saniki, faqat foyda, pul tikish, mana shunaqa mayda narsalarni eslashadi. Lekin bular muammo emas. Bular pul kelayotganda muammo bo'lmaydi. Minusga kirganda, ertaga kimdir chiqib ketayotganda o'shanda muammo bo'ladi. Xo'p, uchinchisi bo'lsa, sheriklar iloji boricha biznesda bir xil kuch, ya'ni bir xil pul tikishi. Ya'ni biz xuddi shu narsani menimcha to'g'ri qilganmiz. Ya'ni o'sha paytda menga o'xshab sherikchilik qilgan, masalan, tengdoshlarim deymanmi, o'sha kompaniyada ishlagan odamlar ham bo'lgan. Ko'psi nima shart bo'lgan? Misol uchun men ish qilaman, kompaniyani bilaman. Siz Amerikadasiz, siz pul tikasiz. Degan narsa. Men shu narsani sherigimga ham aytganmanki, boshida pulni faqat bitta men shartim bor, pulni teng tikamiz. Men O'zbekistonda bo'lsam ham, nimani sotib bo'lsa ham, men pulni tikaman. O'sha teng pulni tikaman, chunki ertaga bu meni ertaga biznesdagi nimadir решенияni qilishimda meni qanchadir boshlang'ich pul ertaga katta meni decisionimga aralasha olmasligimga olib kelishi mumkin edi, ya'ni qaror chiqarishiga. Shu narsa uchun menimcha shu 3 ta narsani to'g'ri deb bilaman. Qolganlarga ham tavsiya qilaman shu narsani. Zo'r maslahat bo'ldi, chunki men eshitganman, ko'p kompaniyalar umuman buzilib ketgan, yopilib ketgan, imенно sheriklar vaqtida o'zi bilan bir-biri bilan urushib qolgan. То есть bu juda ham katta problema deb o'ylayman. Tushunarli. Qarang, Shohrux aka, oxirgi marta siz nima bilan faxrlangansiz, imенно kompaniyangiz ichida? Faxrlanganim o'sha yaqinda, misol uchun bizda boshqa kompaniyalar bilan gaplashganimda, katta kompaniyalar, даже uroveni bizdan ham katta kompaniyalar bo'lgan kompaniyalarda bizdagi chalik sistema ichida yo'qligi, mana shu narsalarni ko'rib, men to'g'risi Linestardan, xodimlaridan har bittasidan faxrlanganman. Ya'ni bu narsa ko'rsatdiki, gap trak sonida emas ekan. Ya'ni trakimiz soni o'sha kompaniyalardan 2 barobar kam bo'lishi mumkin, lekin bizani qo'ygan sistemamiz, o'sha qo'ygan xodimlarimizni qo'ygan qilayotgan ishi o'sha bir necha barobar oldinda va levelni ular eshitib, hali ularni xayoliga kelmagan narsalarni biz o'sha qilib bo'lganimiz, bu narsa meni juda ham quvontirdi. Buning bir sababi bo'lishi mumkin. Ko'p ownerlar va menga ham sizning javobingiz qiziq. Qanaqasiga sizlarga ideya kelgan o'zim shu HR ga invest qilish? Chunki bilasiz, sales ga yoki drivers recruiter o'sha departamentga обычно ownerlar hech qachon pul ayamaydi, chunki bu pul olib keladigan departament. HR ko'plar uncha qadrlamaydi, chunki faqat siz boshda rasxod qilasiz. То есть odam keladi, aytadi, xodimlarda 24 kun otpusк bo'lish kerak deydi. To'g'ri. Siz aytasiz 24 kun ishlamaydimi? Yo'q, yana pul ham to'lab berasiz dam olayotganiga, например. Trackingda hatto bu narsa juda ham kam bunaqa narsa. Yoki mana bunaqa qilib berish kerak, mana bunaqa olib berish kerak, faqat rasxod. Bu narsa keyinchalik o'zi foydasini ko'rsatadi. Ko'plar bu narsani qadrlamaydi. То есть bu narsaga invest qilish sababini bilmaydi. Qanaqasiga sizlar tushungansizlar, что bu HR ga ham invest qilish kerak. Xo'p, bu narsa muammodan kelib chiqqan. Ya'ni boshida men o'zim xodimlarni ishga olish bilan shug'ullanganman va o'sha paytda bu HR sohasiga qiziqqanman. Ya'ni qanaqa qilib ishga olsam bo'ladi? Mana savol-javoblar, xuddi menda ham mana shunaqa narsa bo'ladi. Qog'ozingiz bor edi, men ko'rganman shu qog'ozingizni savollar bilan. Savol-javoblarim bo'lardi. O'shalarni so'rayman, bunga bunaqa javob bersa, mana shunaqa deb, endi basic, oddiy narsalardan chiqazib olardim-da, o'shanga qarab ishga olardim. Va kompaniya kengaygan sari tushunib yetdimki, bu narsani iloji yo'q. Men juda ko'p vaqtimni yutqazyapman, juda ham xatolar qilyapman. Imminni bizga HR kerakligini sezganman va bu ishga olish bo'yicha ikkinchisi bo'lsa jamoaviy, misol uchun o'sha paytdan qanaqadir biz team buildinglar, boshqa narsalar qilganmiz, lekin professional urovenda bo'lmaganda, men sezganmanki, agar biz o'sha HR kelib o'zini visioni orqali komandani ruhlantirib, ularni bir xil urovenda ushlab turib, team buildinglar bilan
qiziqroq ish joyi yaratsa, bu yerdan hech kim ketmaydi. Ya'ni har doim ham pul emas ishchilar Yeah, uchun, it's fine. ishdan ketish uchun. Kimdir katta kompaniya shunaqa zo'r organizatsiyada u arzonga 2 barobar arzonga ishlashga ham rozi. Chunki u bu yoqda maza qilib ishlayapti. Hech borib faqatgina pul olib, chunki pulni bir marta olasiz, oyligingiz hozir Tez bordir, o'rganib ha. qolasiz, qaysidir Da, pulga-da. Lekin siz 30 kun o'sha kompaniya uchun ishlashingiz kerak, o'sha ishxonaga borishingiz kerak. Vaqtingizni, pulingiz bo'lgani bilan cho'nchingizni, vaqtingizni asosiy qismini siz ishxonada o'tkazasiz. Sizga pulingiz, cho'nchingizni pulingiz o'sha yerda baxt yoki quvonch olib kelib bermaydi. Ishxonada hamma narsa yaratilgan bo'lsa, ozgina oylikka ham kamroq bo'lsa ham boshqa joydan siz maza qilib ishlaysiz yo'qda. Shu asosiy narsalar bo'lgan menga. Online starda olinglar yaxshi, просто Yo, bizda ancha zo'r u. yo'da tushunarli. Chunki aytayotganimdek, ko'plar ham uni uncha qadrlamaydi va u narsani hattoki HR brendi rivojlanishi ham hozir biz pluslarini ko'ryapmiz. Shunaqa. Shohruh aka, agar siz bilsangiz, hozir men bitta maslahat beraman va bu maslahatga hamma xodimlarim meni rioya qiladi degan bilganingizda, qanaqa maslahat berardingiz har bitta xodimingizga? Общий. Umumiy olib har bitta Linestardagi xodimni kelajakda nimagadir erishishini xohlayman. Ya'ni ularning ham success storiesi bo'lishini xohlayman. Ya'ni har bittamizni bu ownerda emas faqat, oddiy ishchida ham kecha biz bilan qo'shilgan odamda ham success story bo'lishini xohlayman. Success story bo'lish uchun bugun hech narsaga qaramasdan o'zini ustida ishlab, faqatgina mana shu ambitsiya bilan qanaqa bo'lishini, gorizontalnimi, vertikalnimi, personalmi, har bitta narsada o'sishga harakat qilish kerak. Bo'ldi, men erishdim, topdim palonsom yoki men komfort zonadaman, menga yetadi degan narsa bo'lgan kuni faqat orqaga qarab yurishni boshlaydi. Shuning uchun biza hayotda o'sha ishlayotgan, tembo'li bizda ishlayotganlar hali ular shunaqa zo'r paytida o'zini rivojlantirishi. Shuning uchun shu momentdan foydalanib olish kerak va o'zini ustida ishlash kerak, o'sish kerak. Agar siz ko'rayotganingizda, mana bizda ko'p shunaqa holatlar bo'ladi. Qaysidir juniordan kelgan xodim, mana kecha head bo'ldi, например. Siz bu prosesda o'zingizni qanaqa his qilasiz? Juda ham men xursand bo'laman birinchidan. Sababi bu degani biz to'g'ri yo'lda, to'g'ri policylar bilan to'g'ri yo'lda ketyapmiz va shu xodimlarimizni to'g'ri olib ketyapmiz. Chunki yangi kirgan xodim bu sohaga birinchidan perspektivasini bilish kerak. Bu narsani erishdimi, demak, uni biz to'g'ri yo'lda olib ketyapmiz va ertaga undan juda ko'p narsalarni kutsak bo'ladi. Shohruh aka, nima deysiz? Qanaqa sizni 3 ta основной xarakteringiz, qadriyatlaringiz sizga bugungi kungi natijadagi erishishga yordam berdi? 3 ta xarakterim. Birinchisi menimcha sabrli bo'lganim. To есть ancha sabrliroq odamman. Ikkinchisi bo'lsa o'sishi, ya'ni rivojlanishi, umumiy qilib aytaylik, rivojlanishi yaxshi ko'raman. Keyingisi bo'lsa, yana sababchi bo'lgan narsalardan bittasi bu men o'ylaymanki, kommunikatsiya bilan skilllarning ustida ishlashim. O'sha narsalar shu kunga menimcha kelishimga sababchi bo'lgan. Sizda hozirgi payt juda ham ko'p ishingiz bor, proyektlaringiz bor. Sizga nima yordam beradi maksimal tarzda effektiv qolishga? Qanaqadir balki sizda habits, o'sha привычкалар bordir, siz ularga rioya qilasiz va ular sizga maksimal tarzda yaxshi ishlashga yordam berishadi. Xo'p, eng asosiysi bu sog'lom turmush tarzi. Tushunib yetganim va hech narsaga alishmaydiganim shu narsa hozirgi kunda, ya'ni ertalab turishim bilan birinchi navbatda o'zimni sog'lig'imni ustida ishlayman. Ya'ni sport bilan shug'ullanaman. Bu o'sha har kuni yugurasiz-da. Yuguraman, hozir o'sha suzaman va veli haydayman. Chunki yozda Ironmanga o'sha yozdirib registratsiya qilib qo'ydim. Mana bu ham bitta men uchun yangi maqsadda. Hali Ironmanga tayyor emasman, men yaxshi suza olmayman o'zi. Prosta shundoq bordimda, bitta tanishim menga shu narsani qilamizmi deb aytdi. Davay o'tir, registratsiya qilamiz dedim. Shundoq registratsiya qildik, bo'ldi, o'sha biz registratsiya qilib bo'ldik, maqsadni qo'yib bo'ldik, faqat u yoqqa qarab yurish kerak endi, tamom. Menda orqaga yo'lim yo'q, endi har kuni bu narsa bilan shug'ullanishim kerak. Demak, hozirgi kunda o'sha 2 soatga chiqazyapman, 2 soatcha sport bilan shug'ullanaman. Bu
menga kechgacha yetarlicha energiya beradi. Mana shu hamma narsada ishxonaga borganimda ham mana energiyaga to'lib borishimga, chunki bizlarning ishxonada endi logistika sohasida ko'plar kech payt ishlashadi, bilasiz. Uyqusirab, boshqa ko'raman deb olgandim. Tushunaman, student, o'zingizdan shunaqa bo'lgansiz. Shunaqa bo'lganman. Ularga umuman oson emas. Men 100% tushunaman. Hech qachon hech qaysiga gapirmaganman. Kecha kirdim CDL Hire proyektiga, bitta bola uxlayapti. Bir og'iz gapirmadim, sababi uni bilaman. Uni holatini tushunaman. O'qishdan kelgan yoki nimadir bo'lgan, u bekordan bekorga uxlashga kelmas edi. Birinchi navbatda. Xuddi shunaqa holatlarda o'shalarga o'rnak bo'lishim uchun bundoq qaraganda men ham uyqusirab kirsam, u ham uxlab yuboradi deb menga qarab. Xuddi shunaqa bo'lmasligi uchun men bodri kuchga to'lib turishim kerak. Shuning uchun mana shu sport, sog'lom hayot, shu narsalar meni kuchga to'lib yurishimga yordam beradi. Siz juda ko'p marafonlarga qatnashyapsiz. Buni motivatsiyasi nimada? Chunki siz juda ham katta kilometraj yugurasiz, medallarni olib kelasiz. Bu juda ham qiyin-u, shunaqa uzoq masofaga yugurish, например. Yili boshida mana o'tgan yili 2000 hozir ham mana kim ko'rayotgan bo'lsa, mana shu podkast chiqqan paytda eng zo'r payti bo'ladi. Dekabr oyida men hamma narsani pauzaga qo'yib, ozgina keyingi yilim uchun o'zimga maqsadlarni mana noyabrda, dekabrda maqsadlarni belgilab olaman. O'sha paytda marafonda yugurib ko'rdim, ozgina tayyorlandim. Birinchi marafonim Samarqandda bo'lgan va buni mazasini tushunib qoldim-da. Ya'ni o'sha kun bo'yi uyqusizlik, boshqa narsalar yo'qolishi va o'zimga kattaroq maqsad qo'ydim. Men 5 ta marafonda qatnashaman, 25 ta dedim. Yonimdagi ancha yildan beri marafonda ishtirok etib yurgan odam, o'rtog'im, "Yo'q, bo'lishi mumkin emas", deyapti. Ani trenerga chaqiryapti. "Men 5 ta marafonda qatnashmoqchi". "Yo'q, qila olmaydi", deyapti. "Sen bitta ikkitasida qatnashgan, keyin gaplashamiz", deyapti. Haqiqiy professional sportchi. Men aytaman, men eshitmayman, короче, men qatnashaman. Вот mana shunaqa narsam bor-da, erishaman dedimmi, bo'ldi. Hamma narsa o'sha kirmaydi qulog'imga, faqat o'sha tomonga yuraman. Birinchisida qatnashdim, jarohat oldim, yiqilishimga ozgina qoldi, lekin hech qachon mana tashab qo'ymadim. 5 tasini tugatdim. O'sha yaqinda o'sha trener, o'sha meni tanishim, o'sha o'tirganimizda hamma aytayapti, "Sen qilaman deding, bajarding", deb даже Instagramda storylarga qo'yishdi. Именно bo'lib o'tgan storytelling sifatida bo'lib o'tgan holatda. Eng asosiysi, siz nimadir boshlasangiz, shu narsada yutuqqa erishishga harakat qilasiz maksimal tarzda. Lekin sizda o'xshamagan proyektlaringiz bo'lganmi? O'xshamagan proyekt, o'xshamagan narsalar oldin ko'p bo'lardi. Ya'ni bitta holat bo'lardi. Men sizga aytaman. Kitob olardim, o'qishim kerak. Например, o'qiyman derdim-da, boshlardim hech qachon oxiriga yetkazmasdim. Men o'tgan yilgacha to'g'risini aytaman hammaga, hech qaysi kitobni oxirigacha tugatmaganman. 1 yil oldingacha, 1 yil oldin shunaqa bo'lgan. Keyin o'sha bitta yaqin tanishimni ko'rib qolganimdan keyin bu menga juda zo'r tavsiyalar beryapti. Bu tavsiyalarni qayerdan eshitgansiz? Ana qayerdan o'rgangansiz ham? Atomic Habits kitobini aytgan. James Clear kitobi. Birinchi o'shani o'qiganman. Bu o'qiganimdan keyin hayotimda hamma narsa o'zgardi. Men hozir xohlagan odatimni, o'zimni prichkamni yomon odat bo'lsa yo'qota olmayman, yaxshi odatni o'zimga ola olmayman. O'sha kitobdan keyin hozir sanamayapman, anaqasi barakasi uchadi deb 1 yil ichida adashmasam 15-20 tacha kitob tugatib yubordim. Mana shuncha yil yashab bitta kitobni oxiriga tugatmagan odam 1 yil ichida qilgan natijasi. Va har bitta narsada oxirigacha yetib borish formulasini o'rganib oldim o'sha kitobdan keyin. Ya'ni hech qaysida tashab qo'ymayapman, oxirigacha yetib boraman. Hozirgi mindsetim shunaqa. Kitoblar tushunarli. Imенно biznes, loyiha, pul tikyapsiz, she'r topyapsiz, o'xshamayapti. Tushundim. Xo'p, endi o'zi birinchi pul tikib topib qilgan loyihamiz bu o'sha Linestar tracking bo'lgan. Undan keyin hozir sanab berdik, boshida sanab o'tdik, 6-7 ta proyekt bor. Buni ichidan bo'lib qolishi mumkin. Qaysilari moliyaviy jihatdan. Undan oldin bo'lmagan. Yo'q, chunki undan oldin biznesmen risk tomonidan keladi. Riskni o'rtacha baholaydigan odamman. Ya'ni riskni joy kelganda olaman, joy kelmaganda juda katta bo'lsa olmayman. O'rtadaman. Shuning uchun unaqa hamma narsaga ham qiziqib pul tikib, pulimni noto'g'ri sarflab yormaganman. Ya'ni o'zim finansist bo'lganim uchun ham
pulni ozgina to'g'ri boshqaring degan joydan olib kelaman. Shuning uchun menimcha hozirgi mana proyektlarimiz ko'p. Endi bularning ichidan bo'lmasin-u, lekin shu paytgacha bo'lmagan. Hozir bo'lmaydi. Bundan tashqari hozirgi proyektlar itak ko'p. Bundan tashqari yana boshqa loyiha plan qilmayapsizmi, Shohrux aka? Mana shu yaqinda Amerikada sherigim bilan o'tirib biz gaplashib oldik. Ya'ni endi biz ham odammiz, даже qanchalik sport bilan shug'ullanamiz, kuchimiz ko'p, fokusimiz bo'lgani bilan vaqtimiz chegaralangan. Har bitta loyihaga fokusimizni qaratsak, fokusimiz bo'linib ketadi. Qaysidir loyiha pastga tushib ketib qoladi, qaysidir ko'tariladi. E'tibor bersam, qaysi biriga fokusimiz ko'proq bersak, o'sha loyiha yaxshiroq ketyapti. Fokusimizni bermaganimiz bu yaxshi ketmayotgan loyiha. Shuning uchun kelishib oldik, hamma narsa bo'yicha deadline qo'yib oldik, ya'ni aniq deadlinelarni chizib olganmiz. Loyihalarimizni kompaktni bizga yoqadigan, bizga moliyaviy tarafdan yaxshi foyda keltirayotgan shularni qoldiramiz. Qolganlari ichidan bo'lmasa, o'rgandik, ancha narsa, har bittasi dars o'rganganimizni olamiz deb ketgan pulimiz mayli ketaversin. Lekin fokusimiz bizga kerak. Mana bu loyihalarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun degan narsaga kelishib oldik sherigim bilan va bizning keyingi maqsadlarimiz shu. Shohrux aka, bugungi kunda sizni eng katta muvaffaqiyatingiz bu nima? Eng katta muvaffaqiyatim bu men o'ylaymanki, oilamni, yaqinlarimni, ota-onamni, ukam, singillarimni hammasini, mana shu hamma yaqinlarimni ular faxrlana oladigan inson bo'lib, ya'ni otam biror bir davraga kirganda ham meni o'g'lim deb ko'rsatib faxrlana oladigan inson bo'lib yurganim menimcha eng katta baxtim. Bu oilam hamma yaqinlarim uchun shu. Menimcha bundan ortig'i bo'lmasa kerak deb o'ylayman va men shu narsadan faxrlanaman. Zo'r. Va hozirgi paytda siz aktiv o'zingizni personal brandingizni kuchaytiryapsiz va sizni hattoki o'sha adangiz sizni Instagramingiz ham ko'rsatib, mana o'g'lim deyish mumkin va oxirgi intervyuingiz o'sha Otabek Mahkamov bilan chiqdi. Уже Instagramda 1 million prosmotr yig'ibdi. Sizni tabriklayman. Rahmat. Juda ham zo'r narsa bo'ldi. Shohrux aka, agar siz o'zingizni siz hozir muvaffaqiyatli odamsiz, biznesmensiz, baxtli ota, turmush o'rtoq, o'g'il, hozir yana mediada ancha ishlayapsiz, to'g'rimi? 18 yoshli Shohrux ko'rganingizda unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Urib yuborgan bo'lardim. To'g'risi, chunki juda ham ko'p vaqtimni bekorga yoki meni maqsadlarimga yetmaydigan narsalarga sarflagan ekanman, o'ylab qarasam. Undan ko'ra o'shalarning o'rniga, misol uchun, o'sha paytdan sport bilan shug'ullanardim, o'sha paytdan kitoblar o'qirdim, o'sha paytdan kurslarga yozilardim, har xil soft skilllarimni rivojlantirardim. Biznesdagi mana shu biznesimni kichkinaroq bo'lsa ham vohliroq boshqa narsalardan boshlagan bo'lardim. Va bu narsalar juda ko'p xatolar qilganman. Shohrux aka, biz siz bilan hali ancha gaplasha olamiz, lekinda vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun blitz savoliga o'tsak. Blitz savolni beraman, unga maksimal tarzda qisqa javob berish kerak va tez. Tushunarli. Shunaqa. 10 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Muvaffaqiyatli biznesmen anaqasida, pozitsiyasida ko'raman. O'zbekistonda. Unisi savol ostida lekin. Eng qiyini bu odamlarni ishga olish yoki odamlarni ishdan haydash? Eng qiyini haydash. Men hayda olmayman ishdan. Hech kimni. Xo'p, biznesda eng qiyin narsa bu nima? Riskni bo'yinga ola olish va vaqtida o'sha riskni o'ylab qaror chiqarish. Umringizda eng zo'r olgan maslahatingiz? Eng zo'r olgan maslahatim bu o'sha odatlar borasida, chunki bizani asosiy ham qayerga ketayotganimiz, kim bo'lishimiz bu hammasi odatlarimizdan kelib chiqqan ekanda, shu narsani tushunib yetganman. Va shu maslahatni bergan odam menga juda katta insight bergan, o'rganganman. Umringizda eng yomon olgan maslahatingiz? Eng yomoni menimcha eng yomon olgan maslahatim biror ish qilmoqchi bo'lsangiz, o'xshamaydi yoki faqat minuslarini aytishsa, o'sha men uchun eng yomon maslahat deb bilaman o'shalarni. O'shaning uchun ko'pincha hozir qaror qildim, bu nimadir boshlamoqchi bo'lsangiz, kimdandir maslahat olib o'tirishingiz shart emas ekan. O'zingiz ishonsangiz bo'ldi. Tracking haqida eng katta mif? Trackingdagilar juda ham ko'p pul topadi. Buni mif deb bilaman. Bu soha juda ham risklari juda ham ko'p.
to'g'ri yaxshi pul topishadi, lekin ana treyderlarga o'xshab ana shunaqa taqqoslab qo'yishadi. Bu qiyin soha. Bu yerda haqiqatda mehnat qilib yaxshi pul topasiz, lekin unaqa sizni milliard pul kutayotgani yo'q. Unaqa oson pulli soha emas. Logistika hozirgi payt bu perspektiv sohami? Albatta. Bu hech qachon o'ladi deb o'ylamayman. Bu ayniqsa bizani sohamiz, Amerikadagi logistika bu chambarchas Amerikani ekonomikasi bilan bog'liq. Shuning uchun hech qachon o'lmaydi. Oxirgi marta sizni nima hayratlantirdi? Hayratlantirgan narsa bu Amerikada bo'lganimda Amerika kompaniyalarini ularni ishlashi, ularni strukturasi bizanikidan boshqacha bo'lganligi meni hayratlantirdi. Oxirgi marta o'zingizga qanaqa tanqid qilgansiz? O'zimgami? O'zimga qilgan tanqidim shaxsiy rivojlanishimga, ya'ni mana shu ko'p tracking sohasidagi yangiliklarni, ularni ko'p o'rganmayotganligim, chunki fokusim boshqa joylarda bo'lib qolganligi. Oxirgi o'zingizga olgan qimmat narsangiz? Menimcha 2 kun oldin kiyinishga chiqib shopping qildim. Menimcha eng qimmati shu bo'ldi. Elita yangi davlatga borish yoki Rolls-Royce olish? Ikkitasi ham qiyin. Sababi men Rolls-Royce anaqam ko'rdik Instagramingizda. Orzuyimdagi mashina elita. Menimcha elita davlatni tanlardim baribir. Nima sabab? Chunki elita davlatga borib, elita davlatdan yig'gan experienceim ikkita Rolls-Royce olib kelishim mumkin kelajakda, kim biladi. Siz bu narsa bilan rozimisiz? Har bitta davlatni o'rganayotganingizda o'zingiz uchun nimadir yangi narsa ochasiz yoki o'rganasiz? Albatta, har doim o'zga o'rganganman. Har doim men oddiy Shohruh bo'lib chiqib ketgan bo'lsam, hech qachon o'sha odam bo'lib qaytib kelmaganman. O'sha boshqa odam, boshqacha dunyo qarash, ozgina bo'lsa ham bu shunaqa qilib yig'ilgan. Zo'r. Shohruh aka kattakon rahmat kelganingiz uchun. Bizni podkastimiz hamma kuzatuvchilar uchun foydali o'ylayman. Shohruh aka, bizda bitta an'ana bor. Biz har bitta mehmonimizni bitta motivatsion gap yozishga, pastda yana ism familiyangizni yozib qo'l qo'yishingiz kerak. Biz mana bitta rasmingizni chiqaramiz va o'zimizni muvaffaqiyat muzeyi bo'ladi. Xudo xohlasa, erta har bir mehmonimizdan bitta yaxshi motivatsiya bo'ladi. Zo'r. Bo'ldi, rahmat Katakonskiy Shohruh aka, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bu podkast ko'p odamlarni ilhomlantiradi deb umiddamiz va hattoki o'zingiz xodimlaringiz ham sizni sal yaqinroq bildi deb umid qilaman. Ularga boshqa tomonlama ham ochildingiz. Shuning uchun kelganingiz uchun rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat.